Assalomu alaykum. Siz Oktobank AI TV kanalidasiz. Bu bankning video yangiliklar kanali bo'lib, sun'iy intellekt texnologiyalar asosida yaratilgan. Bu yerda biz Oktobankning asosiy yangiliklari va tashabbuslari haqida sodda va tushunarli tilda so'zlaymiz. Bugun siz uchun Oktobankning so'nggi 2 haftadagi yangiliklari bo'yicha qisqa dayjest tayyorladik. Video tavsifida bugungi chiqishida aytilgan materiallarga havolalarni topishingiz mumkin. Eng avvalo xavfsizlik haqida. Oktobank mijozlarni Telegramda tarqatilayotgan yangi firibgarlik sxemalar haqida ogohlantiradi. Firibgarlik sovg'a, video yoki turli fayllar ko'rinishida ham yuborishi mumkin. Ularning ichida zararli dasturlar yoki phishing havolalari bo'lishi ehtimolidan xoli emas. Bank eslatadi, shubhali fayllarni ochma va hech qachon SMS kodlar yoki karta ma'lumotlarini begona shaxslarga bermang. Shuningdek, Oktobank nomi bilan ishlayotgan soxta Telegram bot aniqlandi. Bank rasman ma'lum qildi, ushbu bot Oktobank bilan bog'liq emas. Foydalanuvchilardan axborot manbalarini diqqat bilan tekshirish so'raldi. Oktobank moliyaviy va huquqiy savodxonlikni oshirish bo'yicha ishlarni davom ettirmoqda. Bank jamoasi Bektemir tumanidagi Nurli yo'l mahallasi aholisi va tadbirkorlari uchun ochiq muloqot o'tkazdi. Unda ishtirokchilarga shaffof bank xizmatlari, korrupsiyaga qarshi tashabbuslar va bankning rasmiy sayti orqali anonim murojaat yuborish imkoniyatlari haqida ma'lumot berildi. Tadbirkorlar uchun Oktobank hisob-kitob xizmatlari imkoniyatlari ham eslatildi. Bu xizmatlar biznesga naqdsiz to'lovlarni qabul qilish, hamkorlar bilan hisob-kitob qilish va moliyaviy operatsiyalarni samarali boshqarishga yordam beradi. Shuningdek, bank ekviting va raqamli to'lov instrumentlari haqida ham ma'lumot taqdim etildi. Bu yechimlar kompaniyalarga kartalar va QR kodlar orqali to'lovlarni qabul qilish va onlayn savdoni rivojlantirishga yordam beradi. Mijozlar uchun yana bir qulay yangilik. Oktomobile mobil ilovasi kommunal xizmatlar, internet va boshqa to'lovlarni smartfon orqali tez va oson amalga oshirish mumkin. Bankka borish shart emas. Bugungi chiqishdagi aytilgan barcha materiallar video tavsifidagi havolalar orqali mavjud. Siz Oktobank AI TV ni tomosha qildingiz. Biz bilan qoling, oldinda yana ko'proq yangiliklar, raqamli yechimlar va moliya haqida sodda va tushunarli izohlar hamda zamonaviy raqamli yechimlar kutmoqda.